Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozirgi bemorimiz 9 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib kelgan azospermiya, ya'ni urug'dagi barcha ko'rsatkichlar nol holatda. Bemorimiz yoshi 32 yosh, 9 yildan beri shu farzandsizlik dardi bilan qiynalib keladi. Qabulda azospermiya aniqlandi. O'zi undan oldin ham urug' 0% bo'lgan. Bemorda 4 marta inseminatsiya jarayoni amalga oshirishgan. O'sha inseminatsiyadan oldin bemorda moyagini ichidan igna orqali urug' olib inseminatsiya qilishgan. Bunaqa holatda lekin homiladorlik kuzatilmaydi. Juda ham ehtimolligi past homiladorlik kuzatishdi. Moyakdan ichidan olingan urug'ni faqat EcoXC yordamida demak amalga oshirish mumkin. Hozir operatsiya o'tkazmoqchimiz. Demak, moyakning ichidan urug' izlaymiz. Agarda sifatli ekoga yaroqli urug'lar bo'lsa, embriologimiz muzlatadilar, undan keyin EcoXC amaliyotlarini amalga oshiradi. Kuzatib turinglar, operatsiya boshlarini xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Tak do'stlar, hozir operatsiyamiz davom etyapti. Bemorni moyak ortig'idan suyuqlik olib tekshirdik. Juda ham ko'p million urug' hujayralari topildi. Endi bemorimizni moyagini o'zidan to'qima olib beryapmiz. Maqsad shu to'qimalarni embriologimiz muzlatib qo'yadi. Kelajakda shu bemorimiz uchun ishlatiladi. Ichidagi hamma urug' hujayralari bilan muzlatiladi. 9 yillik bepushtlikka xudo xolasa mana barham berildi. Bemorimiz endi xudo xolasa shu amaliyotlardan keyin farzandli bo'ladilar xudo xolasa. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ortiqcha vaqtingizni, pulingizni boshqa lecheniyalarga, dori-darmonlarga sarflab yurmang. Nimaga? Sababi bu bemorda obstruktiv azospermiya, ya'ni urug' yo'llari yopiq. Urug' yo'llarini hech qaysi dori ochmaydi. Dori-darmon qabul qilasiz, u urug' yo'llarini ochmaydi. Faqat vaqtingiz ketadi. Murojaat qilinglar, yordam beramiz xudo xolasa. Eng so'nggi demak standart bo'yicha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana juda ham ko'p urug' hujayralar topildi. Harakatliisi ham bor, xudoga shukr. Hujayralar yaxshi holatda. Mana embriologimiz ham. Can you say something to my YouTube channel? We simulated by pentoxicillin. This specimen is from the epididymal aspiration, and in first time all of the sperm seem immotile, but by adding the pentoxicillin we simulate the motility of the sperm. Yeah, thank you. Ular endi shu bemorimiz ham farzandli bo'ladi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.